Stress, qo'rquv, vahima, uyqusizlik bu aslida nimadan kelib chiqadi? Ya'ni insonda g'ayritabiiy savdoni oshib ketishligidan bo'ladi. Ibn Sino ta'limotida g'ayritabiiy savdo deb aytiladi. Ana o'sha narsani funksiyasi buzilgandan keyin inson tabiiy ravishda asabiylashadi, bir narsadan xafa bo'ladi, lekin o'sha narsani unutib olmaydi va chiqarib olmaydi. Ya'ni o'sha informatsion darajada qolib ketadi va uni doim bezovta qilib, borib vahma kasalligiga olib keladi. Shu narsani, ya'ni moddalar almashinuvini, savdoni organizmdan chiqarib tashlashlik usullari o'tgiyoh bilan, massaj usullari bilan hamda psixologik usullar bilan insondagi muayyan tochkalar bor, ya'ni nuqtalar deymiz. O'shalarga massaj usullari bilan yaxshi yordam berib kelyapti va ichkaridan asab tolalarini tinchlantiruvchi, yurakni quvvatlovchi o'tgiyoh dori vositalarini ishlatmoqdamiz. Hozirgi kunda jamiyatimizda juda ham ko'p shu kasalliklar uchramoqda. Hammada tashvish, xavotir, vahima kasalliklari bor. Bizadagi beriladigan dori vositalarimiz, bilib qo'ying, boshqa chora tadbirlar singari insonni tinchlantirib yoki sovuqligini oshirib bo'shashtirib yubormaydi. Aksincha, insonni o'zini ichidagi ichki quvvatini oshirib, qo'rquvlarini tabiiy yo'l bilan yengib, sog'ayib ketishadi.